Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari, Kreativ futbol kanaliga xush kelibsiz. Bugun biz sizlarga o'zbek futbolida ro'y bergan eng qiziqarli va muhim yangiliklarni taqdim etishga harakat qilamiz. Albatta videoni boshlashdan oldin mehnatlarimizni qadrlagan holda like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yasiz degan umiddamiz. Demak, biz videoni boshladik. O'zbekistonning jahon chempionatidagi raqibi Kolumbiya mundial uchun kengaytirilgan tarkibni e'lon qildi. O'zbekiston milliy jamoasining jahon chempionati 2026 da guruh bosqichidagi raqibi Kolumbiya terma jamoasining mundial uchun kengaytirilgan tarkibini e'lon qildi. Kengaytirilgan tarkibga 55 nafar o'yinchi kiritilgan bo'lib, amplualar bo'yicha futbolchilar soni quyidagicha. Kolumbiya terma jamoasining kengaytirilgan tarkibiga jami 55 nafar futbolchi kiritilgan. Darvozabonlar 5 nafar, himoyachilar 19 nafar, yarim himoyachilar 18 nafar, hujumchilar 13 nafar. Darvozabonlar: Aldair Quintana, Independiente; Alvaro Montero, Vélez Sarsfield; Andrés Mosquera, Independiente Santa Fe; Camilo Vargas, Atlas; David Ospina, Atlético Nacional. Himoyachilar: Alvaro Angulo, Pumas; Andrés Roman, Atlético Nacional; Carlos Cuesta, Vasco da Gama; Cristian Borja, América; Daniel Muñoz, Cristal Palace; Davinson Sánchez, Galatasaray; David Machado, Nantes; Edier Ocampo, Vancouver Whitecaps; Edwin Cetré, Estudiantes de La Plata; Joan Romania, San Lorenzo; John Lucumi, Bolonia; Joan Mojica, Mallorca; Juan Cabal, Juventus; Junior Alexis Hernández, Deportes Tolima; Kevin Mier, Cruz Azul; Santiago Arias, Independiente; Villiers Ditta, Cruz Azul; Yerry Mina, Cagliari; Yerson Mosquera, Wolverhampton. Yarim himoyachilar: Gustavo Puerta, Racing; James Rodríguez, Minnesota United; Hamilton Campas, Rosario Central; Jefferson Lerma, Cristal Palace; John Solis, Birmingham City; Johan Rojas, Vasco da Gama; Jordan Barrera, Botafogo; Jorge Carrascal, Flamengo; Juan Camilo Portilla, Atlético Paranaense; Juan Quintero, River Plate; Juan Cuadrado, Pisa; Juan Rengifo, Atlético Nacional; Kevin Castaño, River Plate; Nelson de Ossa, Betis; Richard Rías, Benfica; Sebastián Gómez, Coritiba; Vilmar Barrios, Zenit; Yasser Asprilla, Galatasaray. Hujumchilar: Carlos Gómez, Vasco da Gama; John Arias, Palmeiras; John Córdoba, Krasnodar; John Duran, Zenit; Joan Carbonero, Internacional; Steven Mendoza, Atlético Paranaense; Juan Camilo Hernández, Betis; Kevin Viveros, Atlético Paranaense; Luis Díaz, Bavaria; Luis Suárez, Sporting; Meiser Villarreal, Cruzeiro; Rafael Santos Borre, Internacional; Sebastián Villa, Independiente Rivadavia. O'zbekiston bilan o'yin bor. Kolumbiya yulduzi faoliyatini yakunlamaydigan bo'ldi. MLS'da AQShning Minnesota United klubi sharafini himoya qilayotgan mashhur yulduz James Rodríguez faoliyatini yakunlayotgani haqidagi ma'lumotlarga munosabat bildirib o'tdi. Buni kim aytganini bilmayman. Menimcha Kolumbiyada kimdir ko'rishlar sonini oshirish va like yig'ishga urinib, bunday masalalarda ular yaxshiroq ma'lumotga ega bo'lishi kerak edi. Qancha vaqt o'ynamoqchiligimni faqat men o'zim bilaman. Buni darhol aytaman. Mening faoliyatimda hali oldinda yana bir necha yil bor. Aytilayotgan gaplarning barchasi yolg'on. Bu mamlakatga ham, odamlarga ham zarar yetkazadi. Ko'pchilik haqiqatga to'g'ri kelmaydigan narsalarga ishonadi. Men hech qachon bunday gap aytmaganman. Men yaxshi mashq qilyapman. Har kuni to'liq kuch bilan ishlayapman. Tayyor bo'lish kerak. Sen 20, 30 yoki 40 daqiqa o'ynaysanmi, o'yin yo'nalishini o'zgartirishga tayyor bo'lishing lozim. Men kelajak haqida bosh qotirishimga to'g'ri kelyapti. Endi yosh emasman va meni nima kutayotganini haqida o'ylashim kerak, ammo bu ijobiy narsa bo'lishiga ishonaman, dedi James Rodríguez. 34 yoshli kolumbiyalik futbolchi 29-mart kuni Fransiya terma jamoasiga qarshi o'rtoqlik uchrashuvidan keyin shifoxonaga yotqizilgan edi.
Undan avval esa James Rodriguez terma jamoaning boshqa yulduzi Luis Diaz bilan kelisha olmay qolgani va murabbiylar shtabi jahon chempionatiga ulardan faqat bittasini olib ketishni o'ylayotgani haqida ma'lumotlar chiqqan. Eslatib o'tamiz, Kolumbiya terma jamoasi jahon chempionatining guruh bosqichida K kvartetida Portugaliya, O'zbekiston va Kongo Demokratik Respublikasi futbolchilari bilan raqobatlashadi. Mundialdagi birinchi uchrashuvni kolumbiyaliklar Amerika vaqti bilan 17-iyun kuni O'zbekiston milliy terma jamoasiga qarshi o'tkazishadi. Bu bahs Meksikaning dunyoga mashhur Azteca stadionida bo'lib o'tadi.